Ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. Asad shunda qarashda asta yendi uxlayotgan Asqarni noqdi. Hey, ko'zingni och. Voy, boshliq, nemish bo'ldi? Yetib kelmagan do'q. Qara oldi tarafga. Birsining simasini ko'rdingmi? Boshliq, uxlamay tush ko'ryapsiz nima? Oldi tarafda hech nima yo'q-ku. Tazimi bir sizga bir ish bo'lmagan-da, bo'lmasa mashinani mayday. Siz birdan uxlayveling. Asad Asqarning gapini anglab, oldi tarafga qaytadan zan soldi. Biroq bir g'uvasima yana uning ko'z oldida aks etmoqda edi. U tezli tormoz berib mashinani to'xtatdi. Asqar oldiga uchib ketgani tas qoldida, oldi tarafga qarab, o'ng'iqib o'ltirgan Asadga qarab. Boshliq, sizga zodi nima bo'ldi? Mashinani nimandaq tez to'xtatasiz? Ulgingiz keldimi ya? Dedi ochiqlangandek boshliqiga olib. Asad bo'lsa oldidagi mavhum holatning amdilatdan g'oyib bo'lganligidan taajjublanib, o'zining charchab ketganlikdimi yoki boshqa sabab tufaylidimi, g'alati tuyg'uga kelib qolganligiga hukm qilolmay, Asqarning o'ziga qilgan ochiq gapiga quloq solmasdan dong etib turib qolgan edi. Asqar Asadning g'alati bo'lib qolganligini his qilib, sal ansirgandek bo'shqina ovozda: "Aka, Asad aka" deganicha Asadni nachini o'qib qo'ydi. Asad uning o'qishi bilan asta esini yig'ib: Aha, men yaqinda bu yerga charchab qoptiman. O'rin olmishayli. Deganicha mashinadan tushdi. U qarish tarafga o'tkicha, yana yiroqlarga andikish ichida nazar tashladi. Asqar mashinani haydab, safarning davomini davomlashtirdi. Asad ko'zlarini bo'shqini yumib oldi. Asqar pat-pat Asadga qarab qo'yib, mashinani haydaydi. Bu qitim u muzikani anglamasdan bir xil so'g'uq xiyolga cho'kkan edi. Asad yetib uxlab qoldi. U yana tushgandi. Bu qitim u kunduzda bir tar yezi ko'chalarda ketib boradi. U shu mang'ancha intayin egiz bir tikyaning yeniga kelib to'xtadi. Asad qarish tarafga o'tmoqchi edi. Qarish tarafda uning ayoli bilan o'g'li uningga talmirib turmoqda edi. Biroq oldini egiz tikyar to'sib turgan bo'lib, u qarish tarafga o'tadigan yo'l topolmay yotadi. Dal shu chaqda uning ayolining keynida bir qora ko'lanka paydo bo'ldi. Asad bütün ovoz bilan ayolni ogohlantirmoqchi bo'ladi-yu, biroq qonini siqib olgandek qattiq qiynalib ko'zlariga qon tiqildi. Dal shu payt uning ko'zi ayolning chaqirgan ovozi bilan cho'nqur hongdan aks sado bo'lib yenayotgan bir mung ovoz uning qalb dunyosini larzaga soldi. Asad ko'z oldidagi manzaraga chidab bo'lolmay turganida heliqi ko'langa uning o'g'lini ko'targanicha g'oyib bo'ldi. Asadning quliqiga ayolning ham bolasining echinishli noli faryodi kirgandek bo'ldi-da: "Voyjon!" Asqar vaqirib uyg'onib ketgan Asadning ovozidan cho'chib ishtik uningga qaradi. Asad tarligincha ko'zlarini ochib atrofga hayronlik bilan qaradi. Yenida uningga qarab turgan Asqar mashinaning sur'atini ostilatqash: "Boshliq, nemish bo'ldi? Yomon tush ko'rib qopsizmi nima?" Asad Asqarga javob qaytarishning o'rniga peshonasidagi tarlarni etqash: Gapini qilma. Ig'ir tindi. Asqar Asadga qarab: "Boshliq, mashinani to'xtatay. Birdan pastga tushib havo yeylimi?" Asad Asqarga qarab beshini lang'ishdi. Asqar mashinani ostiltib bir chetga to'xtatdi. Asad mashinadan tushib, dalaning sap havosidan qong'it so'mirgach, ig'ir tindi. U yiroqlarga nazar tashildi. U o'zining mavhum bir kuch tarafidan kontrol qilinganligini asta-asta his qilishga boshladi. Burun menda bundaq sezim bo'lmagan. G'alati tush, g'alati ishlarga yo'liqib boqmagan. Ajiba bu qitim zoda qaysi ishni ketkizib qo'ygan bo'g'aydi. Asad yana cho'nqir xiyollarga singib ketdi. Asqar bo'lsa mashinada Asadga qarab turdi. Bir chaqda salkin bir shamol kelib, Asadning formalarini har yam pulang'itishga boshladi. Dal shu paytda Asadning yonchiqida pulang'ishib qolgan qizil shoyi lapangshiginicha shamolga agishib ko'k qariga ko'tarildi. Asad shoyini ko'rish bilan jiddiylashib: "Asqar, tez mashinadan tush. Shoyi uchib ketdi." deb varqirdi va o'zimi shamolga agishib shoyini qo'g'lashga boshladi. Asqarmi mashinadan tushib, qo'liga yo'g'on tayoqdan birini oldi-da, Asadning orqasidan yugurdi. Shoyi uchib berib, bir oq terakning putiga ilinib to'xtadi. Asqar qo'lidagi tayoqqa tayinib shoyini oldi. Asad shoyini qo'liga ilib sinchilab qaradi. Qaragan siri bu shoyining ichida qandoqdir bir maxfiyatlik yo'shirilganligini g'uva sezgandek bo'ladi. U shoyini qatlab yonchiqiga soldi-da, Asqarga qarab:
Yuramangayli, dedi. Asqarmı artıq sözləməsdən onunğa əgişib maşina tərəfə maldı. Biroq umu ko'nglida qandaqdir bir shumliqni sezməkdə idi. Asqar mashinani haydab, yana yo'lni davomlashtirdi. Asad bo'lsa, yonchuqidagi shoyini chiqarib xiyolga patdi. Acaba mushu shoyi bo'lg'ashqa menda g'alit sezim bo'layotganmidi? Burun bundaq bo'lib baxmagan. Mushu shoyini yenimda ip yurgandan beri menda ashundaq sezim paydo bo'lishga boshladi. Demak, bu shoyining bir hikoyasi bo'lishi mumkin. Qarg'anda yiliq ayol menga bir ishdan belgi berib ketib qapti. Men cho'qim uni tepishim kerak. Asad shoyini ching siqimdig'inicha jiroqlarga nazar tashildi. Asqar bo'lsa boshliqning qo'lidagi bu shoyining qanday roli borligini bilmasami, bu narsaning qotillik maydonidagi birdan-bir jip uchi ekanligini, bu deloda muhim rol borligini g'uva his qiladi. Asad boya ko'rgan tushini o'yladi. Balasi va ayoldan ansirabmi qoldi. U qo'liga telefonni elib, ayoliga telefon qildi. "Voy, Asad, qanday ahvolingiz? Kuchaga yetib bordinglarmi?" Ayolining yangroq ovozini anglab, uning ko'ngli sal tingandek chiroyiga sus kulki yugurdi. "Ha, oz qoldiq. Sizchi maktabdami? Bolachi qandaroq?" "Nim bo'ldingiz? Safarning havosi yoqdimi nima? Burun idorangizdan necha kunda kelsingizmi, telefon qilib qo'ymaydingiz. Dexa bizdan ansirab hol so'rayapsiz. Bekli xush bo'ldimjimi?" Asad mashina haydayotgan Asqarga qarab qo'yib, "Voy, qachon shundoq qildim? Yenimda Asqar bormi? Tozimi bir." "Chaqchaq qilib qo'ydim. Dexa yetib bormidinglarmi? Yo'lda diqqat qiling. Tomoqni vaqtida yeng. Men sizni bilaman. Xizmatni deb o'zingizni o'ylamaysiz. U yerda tomoqni vaqtida yeng, ha? Boladan ham mendan ansirmang. Sizning salomat qaytib kelishingizni kutamiz." Asad o'zining bu ayolidan to'limi rozi bo'lg'achqa ko'zlaridan xushallik qushqonlarini chachirtib, "Ma'qul. Sizlarmi o'zinglarni asranglar. Yana kechda sirtqa chiqmanglar. Qalaymiqan kishilar kechida ishing cheksa oshmanglar. Men kelguchi qattiq diqqat qilinglar juma." "Oy, bu nima deganingiz? Bir ish bo'ldimi? Nimada qalay gap qilsiz?" Hech yo'q. Shu diqqat qilinglar dedim. Men qaytib kelganda bolni ilib, birga o'ynab kelaylik. Asqar boshliqiga qarab kulib qo'ydi. Gulnisamo yo'ldoshiga diqqat qildiganligini aytgandan keyin xo'shlashdi. Asad telefonni qo'ygandan keyin boshqacha ruhlanib, bayqi qabohatli chiroydan asarmi qolmadi. U hayotining ma'nosi bo'lgan bu ikki odamidan bekla ansiraydi. Ularning bexatarligi ham xushalligi uning mas'uliyati edi. Ular mashinani yana tez suratda haydab, kucha noyisiga kirib keldi. Ular oldi bilan qo'saqni astarlib olib, ondan Qoragul yesiga qarab otlandi. Ular nahiya yo'llaridan ayrilib, yezining qo'yiq daraxtlar qoplagan tar ko'chalarga kirib ketdi. Asad bir do'qmishdan qayrilganda, bir to'p qarta o'ynayotgan yoshlarning yanida mashinani to'xtatdi. Asad pastga tushib, ularning qishig'iga keldi. Uni ko'rib, yigitlarning qo'llaridagi qartini tashlab, o'rindan turishdi. Asad ularga salom qilgandan keyin, "Sizlarning yezda ish 45 dan oshgan Danaxon ismli ayol bormi?" Ularning orasida yeshi cho'ngroq biraylan oldig'iroq surilib, "Ha, bor. Biroq 2 oyning oldida bu yerdan ketib qolgan. Qayerga ketganini bilmaymiz juma." "Nima? U ayol qandoqsiga ketib qoldi? Menga u ayol to'g'riliq so'zlab bera olamsizlar?" Boyqi yigit yenidagi bolalarga qarab, "Ha, bo'ldi, tarqilinglar, ha, bo'ldi, ketinglar menlar. Ha, bo'ldi, ketinglar, ha. Men bu saqchi akashlarga bu ishlarni deb beray." dedi. Qolgan bolalar asta tarqilishdi. Asad yigitga qarab, "Ukam, bu yerda so'zlashish absas. Sen avval bizni u ayolning uyiga boshlab bor. Ondan u to'g'riliq bildiganlaringni bizga aytib ber. Bo'lamdi." U balaning beshini langashdi. Asad uni mashinaga chiqarib, Danaxon degan ayolning uyiga yurib ketdi. Ular yezi yo'llarining eng tor, paskina ko'chalarga qadam qo'ygan sari bu yerdagi aholilarning uyini ozlab boradi. Asad orqada o'ltirgan yigitga qarab, "Ukam, u ayolning uyi musha atrofdami?" Uning uyi oldimizga do'qmishda. U ayol u uyda yolg'iz turdi. Ba'zilarning deyishicha, u saram bo'lib qoptimish. Bizmi u ayolni bek oz uchirtimiz. U har kuni noyiga kirib tilamchilik qilib turmushini qamdaydi. Menmi anda-sanda uni ko'rib qolaman. Yaqindan buyon ko'rinmaydi. Cho'nglardan anglasam, uydagi narsalarni yig'ishtirib, boshqa yurtga ketibdak. dedi va qo'lini oldi tarafga ishora qildi. Ana uy shu. Shu.
Asad To'qmushning nerdagi xomkesak bilan qo'pirilgan pakar yog'och eshiklik uyga qarab, Asqar, mashinani chetkirak to'xtat, dedi. Ular mashinani chetga to'xtatib pastga tushdi. Vaqtmi bir yerga berib qolgan bo'lib, kashki shafaqning oxirgi nurlari bu terakzorlik orasidagi kichkina ko'chani ojiz yo'ritib turadi. Asad to'piliq yo'lda avaylab menib, qora ko'ni qulub silingan eski kapining oldiga kelib to'xtadi. Asqar bilan heliqi bolam uning yeniga kelib, Boshliq, qulubni ochamdiq yoki qaytib ketamdiq? Shuncha yiroqdan kelib hech qanday natijasiz qaytamdiq. Biz chuqum uyga kirib yiqishimiz kerak. Sen berib mashinaning keyni sanduqidagi zapchas ishkovini ipga. Qulubni avaylab ochayli. Asqar hayal qilmayla apchilgini zapchas sanduqini ip keldi. Asad sanduqni oqtirib, inchika oshqush tomlig'idagi bir narsani elib, qulubning oshqush soldigan yeriga tiqib natchini to'lg'idi. Shuningga agishib, qulubni g'irs qilib echildi. Asadning chiroyiga kulki yugurdi. Asqar hayajonlanib, Boshliq, mundaqmi hunarim bor-a? Bu qulubni tezlik ichivatdingiz. Qaltiskansiz juma. Bu nada qaltis ish bo'lsa, odat kishi qo'y bu. dedi va eshikni asta ittirdi. Eshikmi sat g'ijirlab echildi. Ular eshikdan kiribla yondagi kichik uyga duch keldi. Eshikka o'xshashla qora qulub silingan edi. Asad yondagi tar kichik o'ylaga qarab qo'yib, Bu ayolning turmushi rostli bekla nacharka. Bu ishni ochayli. Boyiqi narsani menga ber. Asqar boya boshliq qulubni ichivatgan nozik asbobni Asadga sundi. Asad yana apchilik bilan qulubni ochdi. Ular uy ichiga qadam oldi. Uyning ichi qorong'u bo'lib, uyning bulung'idagi kichkina ora derazadan quyoshning ojiz nuri tushib, uyning kichkina bir burchigini yo'ritib turadi. Asad yondagi chiroqni yoqdi. Biroq chiroq yonmadi. U qayta nechirat sinagan bo'lsa-mu, chiroq yonmadi. Asqar yendagi telefonning chirog'ini yondirdi. Uy ichi suv-suyordi. Asad yenidagi telefonni chiqarib, chirog'ini yondirdi-da, uy ichiga takshi yo'ritdi. U uyning oddiy ko'na holatiga qarab hayron qoldi. Qari chaplaqning o'rnida oqartilgan oqgaj qishning ko'mir issig'ida qardab ketgan edi. Pastdagi zadavalga tortilgan eski raxtning bir pushqiqi yerga sangilib qolgan bo'lib, supining bir bulungida chashqonlar ko'livatgan bir to'shikka raxtning pushqiqi kirib qolgan edi. Nerda bir necha mez chiqib ketgan eski yotgan ko'plar bo'lib, qarmoqqa chashqonlarning uvusiga aylanib qolgandek, mazlari sangilab, atrofni chashqonlarning po'qlari qaplagan edi. Asad uyda olaydi ko'zga cheliqidek narsa yo'qligini his qilib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Yuringlar, boshqa uyga kirib baqayli. Asad uydan chiqish oldida uyga yana bir qarab etdi. U bo'sog'idan qadam epla, qadamini to'xtatdi-da oqisiga qarab, To'xtanglar. deginicha uyga qayta kirib supiga chiqdi va boyiqi chashqonlarning uvusiga aylanib qolay degan yotqanlarning qishig'iga kelib to'xtadi. U telefonning chirog'ini yotqanlarga tafsili yo'ritib, asta qo'li bilan yotqanlarni bir-birlab tatdi. Yotqandan uvilib ketgan mazlar bilan chashqon po'qlari kuruldab to'kilishga boshladi. Asad chashqonlarning po'qining batbo'y purig'idan seskinib burnini atkash, bir qo'li bilan yotqanlarni silkidi. Eng ostidagi yotqanning ostidan jahozga ilingan bir surat chiqdi. Asad suratni qo'li bilan asta surtib keyin telefonning chirog'ini boyiqi suratga tutdi. Suratda chiroyli bir qizning surati bo'lib, bu dal Asadning tushida oyon bo'lgan, eliqi yig'layotgan qizga o'xshab turadi. Asad bir suratga, bir o'z xiyoliga qaytib, Bu mumkinmi? Men uni tonimasam, u qanday tushimga kirdi? Acaba bu yiliqa ayolning o'lib ketgan singlisimi-da? Asad shundoq degash, suratni ko'tarib pastga tushdi-da, boyiqi baliga suratni ko'rsatdi. Bu qiz kim? Sen tanimsan? U bola suratga qarab, "Men bu qizni tonimayman, biroq mushu yezda bir qitim ko'ygan." Bu qiz mushu ayolning singlisi. Sen uning bilan bir yurtda turib, uni qanday tanimaysan? dedi ajablanib. Boyiqi bola bo'lsa Asad bilan Asqarga qarab, "U ayolning singlisi yo'q, bir qizi bor-da. Biroq qizi 9 yoshida o'lib ketibdi ekan. Men bu suratga qizni bir ikki qitim ko'ygan, lekin uning ismini, u ayol bilan nima munosabati borligini bilmayman." Asad u bolaga qarab, Sen rostda o'tamsan? Rost singlisi yo'q deb jazmlashtir olamsan? "Yo'q. Azaldan uning singlisi borligini bu yezda hech kim bilmaydi. Agar bu gapimga ishonmasanglar, dadam opamdan so'rab baqsanglarmi bo'ladi?" Asad u ayolning nima uchun yolg'on so'zlaganligini, yana nima sababdan o'zlarini izlab azaldan yo'q singlisini tepib berishni aytganligini tushunmay qoldi. Asad u bolaga qarab, Bugun kech bo'lib ketdi. Biz bu noyaga qaytaylik.
Yana seni izlab kelamiz. Shu chog'da sen ham ota-onang bizga bu ishlarning haqiqatini so'zlab bersa. Boshliq, hozir so'rasak bo'lmadimi? Ey, anvaqti. Bu bola hozir qaytib kelsin. Kashmi kirib qapti. Bizmi noyaga qaytib udan aram olayli. Bu yerda bijirdigan ishchiq. Bu yerning yerlik hukumatiga berib, so'raydigan, aniqlaydigan ishlarchiq. Yolg'iz bu bolaning gapi bilan bu ayolning nima ayol ekanligini bilgil bo'lmaydi. Biz ruxsatsiz xalqning uyiga kirdik. Shunga bek kashkirib ketkichi chiqib ketayli. Asqar uning gapini quvvatladi. Ular ishikni asli holatida quluplab chiqib ketishdi va boyqi bolani cho'ng yo'lning do'qmishida tushirib qo'yib, ati yana keldiganligini aytib, Noiyaga qarab yo'lga chiqdi. Ular Noiyaga kirganda allaqachon qorong'i tushib bo'lgan bo'lib, Asad bilan Asqar katta bir mehmonxonadan 2 kishilik yotoqdan birini elib yetib kelishdi. Asqar horg'onlikdanmi yoki uyqusi keldimi, xo'rak tatib uxladi. Biroq Asad yotoqni yo'ritib turgan ko'cha chiroqlarining nurida atrofni kuzatgach xiyolga patdi. O ayol zoti kim? Nemishqa yolg'on so'zlaydi. Acaba bu ishlarning orqa-orqadan yuz bergan qotillik delosi bilan chetishliqi bormidi? Bu deloni o ayol sodir qildi desak, bu bir bema'nilik bo'ladi. U bir ojiz ayol. Bu ishning uddasidan chiqolmaydi. Uni qimidi desak, uning ish harakati gumonliq. Uning maqsadi nimada? Asad butun xiyolini delo bilan ashu ayolga markazlashtirib xiyol qilishga boshladi. Uning ko'zlarini uyquning tatliq allaylari masqisimi, qalbidagi tugamas xiyol uni har vaqt sagak bo'lishga undaydi. O ayolning kimligini aniqlay. Ondan uni tepish kerak. Asad asta karvatga kelib yotdi va asta ko'zini yumdi.